Bir qiziqchilar bilan o'tiribman, handalakchilar va qahqahachilar. Shu yerda Sohib aka aytayaptiki, endi men ertaroq turishim kerak, uyga boray, ertaga men Kitob tumaniga ketishim kerak dedi. Bo'pti dedi. Shunga nima olib kelaylik dedi Sohib aka bizga. Keyin men aytdimki, yo'q, eson-omon borib kelsangiz bo'ldi, sog'ligingiz, salomatligingiz kerak dedim. Lekin dedim, kelishingizda Kitobda tepasida Sharshara degan joy bor dedim. Shu yerda dedim, yaxshi tandir pishiradi dedim. Shuni zo'r joydan turklardan qarab-qarab chiroyli qilib beradi. Ana shundan turklarni yaxshi joydan olib kelmang tag'in dedim. Keyin Zokir akam turib aytdi. Shunday Perivoldan tushgandan keyin Samarqandga kelasiz dedi. Shu yerda dedi, zo'r Obrohman nonlarni sotadi. Qap-qizildan dedi, alohida dedi. 4 ta non tag'imizdan olib kelmang dedi keyin. Keyin Abrar Shavvoz aytayapti. Undan keyin tushganingizda Baxmalga kelasiz, Jizzaxga. Shu yerda golden qizil olmalar dedi, piramida qilib terib qo'yadi dedim. Ana shundan tag'in 2 ta chelagini bizlarga alohida qilib olib kelmang dedi. Keyin Tohir aka gap boshladi. Deydi, Sohib aka tushundim sizni dedi. Endi Sirdaryoga kelaman. Sirdaryoda dedi, mana shunday juda katta qovunlar bor, tarpida qovunlar dedi. Iltimos dedi, men bagajimda joy yo'q. Undan ko'ra Kitobga bormay yerda qolaman dedi.